Assalomu alaykum o'rtoqjonlar, mojaroga davom. Kecha bitta singilchamiz telefon qildilar. Shunaqa ishdan haydaldim. Uyda qolib ketdim. Kunlik ishlar bo'lsa ham chiqib turay opa. Qiynalyapman rosa. Dedilar kecha uy temizlagani, ya'ni uy tozalashga bitta ishga olib borib tashladim. Bekorga aytmayman, mojaroga davom deb. Tashladim ishga olib borib. O'zim olib bordim, o'zim tashladim. Keyin kech payt u qiz menga yig'lab telefon qilyapti. Opa, pulimni bermayapti. Oynada sindirib qo'yding. Bizlar o'zbeklarda bor, Trimonni sindirib qo'yding deb oyligini bermabdi, ishlagan pulini bermabdi. Keyin shartini bordim. Borib ertalab o qizni olib borganimda qo'limda telefon bilan uyda bir qator videoga olgandim. Mana o'sha Trimonni hali singan joylari bo'lsa, telefon nima qilib videoga olaman. Videoga olgandim. Keyin shunday ayolga qo'yib berdim, mana dedim. Men ertalab videoga olganman, Trimonni o'zi oldindan sanag'ida. Ay dedi, bilmabman dedi. Yaqinda dedi jiyanlarim kelgan, demak sindirishgan ekan deb keyin pulini olib berib, o qizni uyga borib tashladim. Bir so'm pul olganim yo'q. Yo benzinga olmadim, yo o'zimga Xudodi yo'lida dedim. Uyga borib keyin tashladim o qizni. Mana shunaqa temizlik ishlariga chiqqanlaringda ehtiyot bo'lasizlar, chunki mana shunaqa qilib aldab pullarini bermasdan jo'natishlari ham mumkin.